Hi everyone, welcome to the Language Training Center Breakfast English program. Sağlaş yaxşımızlar. Bizden aşlıq İngiliz dersimizə kelganlarni qarşı alamiz. Endi bugungi programmada şu nurg'un İngiliz sözlük işlari, bular mana til ingliz bo'lmaganlar, bular idi qatqanda shuni talaffuz qilishda nurg'un xatoliklar bor. Bosmuş xatolikni bugun tuzitib o'tsak programmada. Masalan, buningga oxiri t yoki d bilan oxirlashgan fe'llarda, albatta shu fe'ldan keyin idi qatimizni o'tgan zaman yasash uchun. Buni qanday desanglar, idi qatqani id deb tarafiz qilinadi. Id deganda hamda bu ko'pincha shu gelimiz Misha organimiz qanday azroq titraydichi vibration bo'ladi. Mushun talaffuz qilganda mishani azroq qanday desanglar eski san bo'ldi. Masalan, wanted, did, shunama wanted, needed degandek wanted, needed. Bu nimda talaffuz qilinadi desanglar id. Undan keyin oxirida deb talaffuz qilinadi. Bo'lib, bu shu deb talaffuz qilgan yerda jiqbonlar nima desanglar id deb talaffuz qiladi. Masalan, helped bo'lsa helped ya helpdim demayman ama helped amliyati bu nima desanglar helped emas nima helped. Bularni musharika jarangsiz tovushlar. Qaranglar, ma'u harflar jarangsiz tovush qilindi. Masalan, k, sh, ch, j, s, s deganga o'xshashchi. Masalan, sh degandek. Hargizmi puh demaymiz shuni. Bu yerda jarangsiz. Bu nima desanglar helped. Oxiri deb tarafiz bo'ladi. Helped, looked, washed, look it o'qas olmayjimi? Look it demaymiz, looked. Dabanglar, agisanglar looked. Yaxshi. Washed, watched, laughed. Okay. Laughed bo'lib qo'ysa olmaydi. Laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Okay, degan o'xshash. Masalan, fixed. Shunama. Helped, looked, washed, naytaqcha. Yani qayta onsanglar bo'ldi. Andan oxiri nima desanglar, mushu d deb talaffuz qilganlar. Bular oxiri L, N, R, G, V mushariflar bilan oxirlashgan. Qarab baqsangiz bo'ldi ekranga. Masalan, called. Buni called deb asab olmaydi. Called, cleaned, offered, damaged. Okay. J bilan oxirlashgan shunama. Damaged, loved, used. Okay, used. Followed, enjoyed, amazed. Ana aytasi, yana bir o'qiydilar. Called, danced, offered, damaged, loved, followed, enjoyed, amazed. Demak, hamda shu jaranglik tovushlarga dahda talaffuz qilinadi. Bo'ldi, hamsa buningdan ig'iz qilinglar. Bo'lsa shu talaffuzga alohida diqqat qilsanglar. Bo'ladi shu haraka looked, hargiz looked emas. Asked, hargiz asked emas. Shunga shunga diqqat qilsanglar. All right, that's all for today and see you next time. Goodbye.